Men uchun qora kun onamni vafot etgan kunlar bo'lgan. 43 yoshda. Qo'limda menda 6 oygina birinchi farzandim. Onam hech narsa ko'rmadi. Otamni xursand qilaman deb o'g'il tug'aman dedi va o'sha o'g'il narigi dunyoga olib ketdi. O'sha mudhish kunlarni hozir ham ko'z oldimda keltiraman. U 21-yanvar 1969-yil edi. Aksiga qarab turib qorlar 1 metrdan yog'ardi. Oyog'imda kiyadigan hatto etigim ham yo'q edi. Qorni mundoq bossam umuman to'pig'imgacha va tizzamgacha ko'milib ketardi. Shu vaqtda qaror qilganim uchun men Allohga beadad shukrlar deyman. Men o'sha o'zimga aytgan gapimga sodiq qoldim. Singillarimni oliy ma'lumotli qildim. Hayotda o'z o'rnini topishga sababchi bo'ldim. Men uchun bu eng katta mukofot. Bugun oynaga qaraganda nimani his qilasiz? Oynaga qaraganimda men eng baxtli ayolligimni his qilaman. Ganush for exit!